Erlarga mehribon bo'lish kerak ayol. Qorningiz ochib qoldimi deyish kerak. Ayollarning vazifasi dazmolni qilib berish kerak. O'rnini solib berish kerak. Ha? Buni qilmasa qanaqa ayol u? Ovqatini qilib bermasa. Eng katta fazilatlardan bittasi shirin ovqat qilib berish ayol. Bo'lmasa nima bo'ladi? U yaxshi narsalarni topib kelsangiz uni pishirishni bilmasa, uni kim o'rgatadi? Onasi o'rgatsin. O'rgatmayapmiz-da. Qizim o'qishdan keldi, birpas uxlab olsin deymiz, keyin tamom hech narsani o'rganmaydi. Bo'lmaydi. Qizlar uzatadigan bo'lsangiz, oldin bir tekshirib ko'ring, osh qildirib ko'ring. Qanaqa osh qilyapsan? Qanaqa uyni tozalayapsan? Ilgari onalarimiz juda aqlli bo'lganda ilgarigi ayol. To'g'ri oshxonaga kelishar ekan u, agar sovchilikka kelsa. Oshxonani, hojatxonani ko'rishar ekan. Qani bu qiz qanaqa? O'shanga qarab olar ekan. Oshxonasi toza odam, uyi ham toza bo'ladi. Bizda 2 qavatmikin uyi nima qilib berar ekan? Ha shu.